Hozirgi kunda hammamizga ma'lum va mashhur bo'lgan chiroyli London ko'chalari 18-asrda mana shunaqa holatda bo'lgan desam, gapimga ishonavering. 18-asr boshlarida London ko'chalarining bu darajada iflos bo'lib ketishining asosiy sabablaridan biri ob-havo, u yoqda chiqindi tizimini yaxshi shakllanmaganligi va ot aravalarning judayam ko'pligi bo'lgan. Ko'chalarning bu darajada iflos bo'lib ketishi odamlarning sog'lig'iga ham tabiiyki katta xavf bo'lgan. O'shaning uchun o'sha davrda aravada yurish bu qanaqadir mansab emas, shunchaki ehtiyojga aylangan. Ot arava olish tugul uni ijaraga olishga ham qurbi yetmagan kambag'al oilalar ko'chada piyoda yurishga majbur bo'lishgan. Shu sababli ko'chada piyoda yuradigan erkaklar uzun va qalin bo'lgan etiklarni kiyishgan, ayollar bo'lsa patterns deb ataladigan bitta ajoyib tuflini kiyishni boshlashgan. Vaqtlar o'tdi, yo'llar yangilandi, ta'mirlandi. Endi odamlar ham poyabzallar tashqi ko'rinishiga ko'proq ahamiyat beradigan bo'lishdi. Endi ayollarga patterns deb ataladigan qo'pol, yurishga noqulay bo'lgan oyoq kiyim emas, poshnali chiroyli tuflilar moda bo'lishni boshladi.